Erkin Fayzovich, savollar bormi? Manda bor. Marhamat. Erkin aka, qonunni qo'llab-quvvatlaymiz. Bitta savol bor edi. Azamat Hamidovich, senatorimiz, marhamat. Bizda davlat tili to'g'risidagi qonunimiz bor va normativ hujjatlar to'g'risida qonunimiz bor. Ularga ko'ra bizda qonunlar davlat tilida qabul qilinadi. Zarurat tug'ilganda boshqa tillar tarjimasi berilishi mumkin. Lekin biz davlat tilida qabul qilamiz qonun. Boshqa tilda emas. Mana ikkinchi moddani ikkinchi qismiga qarasangiz, bu yerda hozir biz 23-pozitsiyani ruscha matni falon deb yozyapmiz. Ruscha matn ketyapti. Bu to'g'ri bilmayman. Ikkinchi modda ikkinchi qismi dedingizmi? Ha. İkinci modda birinchi badani qani 23-ikki pozitsiyani ruscha matni quyidagi taqdirda bayon etilsin deb jadvalda o'rischa matn berilyapti. Bu noto'g'ri, bu qonunga zid. Biz ruscha qabul qilmaymiz qonun. Yo'q, qonunni bu amaldagi qonun. To'g'ri, lekin qabul qilingan qonun bo'lganligi uchun o'sha haligi matndagi haligi nima o'zgarishlar o'sha faqatgina rus tildagi matnga tegishli bo'lganligi uchun bu ko'zda tutilyapti. Yo'q, biz umuman boshqa tilda qonun qabul qilmaymiz qonun bo'yicha. Keyin bitta narsa bor, 33-moddasi bor, o'sha normativ hujjatlar to'g'risida. Agarda degan tarjima bilan davlat tilida yozilgan matn o'rtasida tafovut bo'lgan bo'lsa, davlat tilidagisi to'g'ri hisoblanadigan joyi. Uni hech hojati yo'q. Azamat aka, to'g'ri aytyapsiz, lekin bu amaldagi qonun. Bu siz aytgan narsa yangi qonunlar faqatgina davlat tilida qabul qilinyapti, tarjima qilinadi. Hozir bitta gapiringlar, bittalarni eshitib, bittalar gapiringlar, oldin gapirsinlar, keyin siz gapiring. Marhamat. Biz ertaga olib qolamiz. Chunki davlat tili to'g'risida qonun bor, men aytgan qonun bor, shuni qabul qildikmi bo'ldi. U tarjimaga javob bermaymiz. 10 xil tilga tarjima qilishimiz mumkin. Davlat tilidagisi birdan-bir hisoblanadi. Men hozir sizni tushuntiribman, men uni o'ylab berdim savolni hozir sizga. Bu qonun tayyorlaganlar aytish mumkin, bu 10 yil oldin qabul qilingan, 15 yil oldin. Lekin biz bugun hozir qabul qilamiz. Biz javob beramiz. Marhamat, endi sizga so'z. Azamat aka, gapingiz to'g'ri. Bu mana birinchi qonunni ko'rib chiqarimizda mana banklarni sanatsiya qilish to'g'risidagi qonunda. Bu davlat tilida qabul qilingan, bu haligi nima deydi, yangi o'sha normalar kiritilgandan keyin faqat davlat tilida u tarjima qilinadi. Bu hozir o'zgarish va qo'shimchalar kiritilyapti amaldagi qonunga. O'sha uchun bu yerda ham rus tilidagi ham o'zbek tilidagi matnlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Amaldagi qonun bo'lganligi uchun. Lekin sizga aytayman, o'sha normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunning 33-moddasi aytib qo'ydi. Agarda siz aytgan narsa davlat tilida qabul qilingan qonun matni bilan uni tarjimalari o'rtasida tafovut bo'lgan bo'lsa, davlat tilidagi qonun asos hisoblanadi. Bu tarjima ketadi. Bu sizga hozir aytganingiz tarjima. Mani vazifam aytib qo'yish. Uyalib qolmasligimiz uchun ertaga. Bu e'lon qilinayotganda, boshqa bo'layotganda bu savol albatta. Rahmat, sizlarning fikrlaringizni albatta qonun palatasiga yetkazamiz, lekin bu haligi nima deydi, hozirgi haligi nimada sharoitda demak, siz aytgan narsa bu yangi qabul qilinayotgan qonunlar faqat davlat tilida qabul qilinyapti, tarjimasi keyin qilinadi. Bu amaldagi qonun bo'lganligi uchun, qabul qilingan qonun bo'lganligi uchun shu tartibda kiritilyapti. Rahmat. Bu hozirgi aytilgan narsa bo'yicha Azamat Hamidovich ikkita tildagi matnga o'zgartirish kiryapti-da. Qonun oldin ikkita tilda qabul qilingan. Bu noto'g'ri emas. Shuning uchun hozir bu masalada demak hamma narsa siz aytayotgandek davlat tilida, hozir oldinlari rus tilida yozilardi, keyin o'zbek tiliga tarjima qilinardi. Hozir unaqa emas. Hozir birdaniga o'zbek tilida qonunlar yozilyapti. Shuning uchun hozir endi oldin ikkita tilda bo'lganligi uchun rus tilidagi matnga ham o'zgartirish kiritilishi kerak. Bu bir xildagi talqin qilinishi ta'minlash maqsadida qilingan. Rahmat. Marhamat, yana bor